Assalomu alaykum, sizlar bilan Koko. Va nihoyat bugun YouTube'ga to'liq video, ya'ni bitta o'yin gameplay chiqariladi. Bu gameplayda tushunishingiz bo'lgan asosiy narsa bu makro o'yinlar bo'ladi. Menimcha hamma bilib bo'ldi, bu yangilanishda lesnoy bufflar, ya'ni ko'tarildi. Ya'ni shu kichkina buffchalar iloji boricha Expa tarafdan chiqqan bo'lsa, ya'ni Les Expa tarafdan urushni boshlagan bo'lsa, buffni bir ikkita skilllarni berib o'tib ketsanglar, Les tezroq catch oladi va tezroq o'yinni nachalo o'yinni olib chiqish imkoniyati bo'ladi. Shu o'yinda kartaga yaxshilab e'tibor qilsanglar, Romer Saperning Lesnikda ancha farmdan qoldiryapti, buffiga urishga xalaqit beryapti, borib jonni ozattirib, buffini urushiga yo'l qo'ymayapti, чтобы men tezroq farm olib olishim uchun. Romerda bu qilgan ishidan biz ham ozgina foydalangan holda birinchi buff olinadi. Keyin vazonga o'tiladi. Vazon urilmagan, chunki vazonni urib, keyin saperning buffiga, ya'ni urilmagan buffiga agressiya qilamiz. Chunki sizda hozircha catch bor, sizda urvin bor. Uni bemalol yo qiynab, yo buffini chopib keta olishingiz mumkin. Ko'pchilik qilaolmayman, boshqa yo'q, qila olishingiz mumkin. Birinchi o'rinda reaksiya berishingiz kerak, skill saqlab qo'yishingiz kerak. Smite'ingiz bilan birga berganda e'tibor berib turgan bo'lsanglar, ling ham saqlaydi, men ham saqlayapman. Nima bo'lyapti? Ling kech beryapti, men erta berib skillimni smite bosyapman, buffni chopib kelyapman. Shu qilgan ishingizdan sizga juda katta plus beradi. Nimaga plus beradi? Chunki saperning hali levelini olgan yo'q. Sizda ikkita buff bor, o'sha smite leveli ko'tarilgan. Cherepaxa boshqalardan bemalol siz olishingiz mumkin. Bu o'yinni men to'liq gapirib chiqalayman, chunki buncha gap yo'q. Shuning uchun vaziyat kelib qolgan paytda videoda gapirilishi kerak bo'lgan holatlarda tushuntirib yo gapirib o'tib ketaman. Ungacha videoni bir tomosha qilib, sizlarga bu Gassen o'ynamoqchi bo'lgan odamlarga yo Gassenga yaqinda boshlagan odamlarga skillarni qanday berish kerak, nima qilish kerak, o'zingizlar e'tibor bersanglar, ko'p joylarda xato qilganman, ko'p joylarda erta skill berib yuboraman, shunaqa narsalar. Yana eslatma uchun, u Lesnikka eng kerak narsa nachalada, ya'ni o'yinning boshida bu kill bo'ladi. Chunki line da yuradiganlar, o'zini line-ga kirib tozalaydi boshqalar, ularga shu farm, Lesnikka ubitsa bo'ladimi, boyets bo'ladimi, unga farm bu kill hisoblanadi. Shuning uchun iloji boricha nachalada Lesnigingizni iloji boricha killini chopmang yo buffni chopib hazillashib ham chopishga harakat qilib o'tirmang, chunki bu ancha Lesnikni farmdan tushirib yuboradigan narsa. Shu o'zbek serverdami bilmadim, ko'pchilik tushunmaydi shu narsani. Killini ham chopaveradi, hazillashib buffni ham chopaveradi. Yo'q, bu Lesnikka juda katta minus. Siz layningizga borib, siz layningizdagi kriplarni tozalab ketsa, Lesnik siz baqir-chaqir qilasiz, chunki u sizga farm edi. Lesnikda ham xuddi shunaqa. O'yinda boshidagi killar bufflari bu Lesnikning farmi bo'ladi. Shu bahonada o'yinga ham e'tibor berib, mening gaplarimga e'tibor berib, makro o'yin aslida nima, ular nima vazifani bajaradi? Makro o'zi nima, mikro o'zi nima? Mikrofonmi? Yo'q, ular makro o'yin, bu o'yinni siz nazorat qila olishingiz bo'lgan asosiy narsalar. Men bu narsani Instagramda ham aytdim. Prosta Instagramda to'liq ayta olmayman, chunki u yerda 2-3 ta mavzuni aytilgan. Endi hozir sizlarga to'liq tushuntirib bera olishim mumkin. Hop, mikro o'yindan boshlaymiz. Mikro o'yin bu geroyni to'g'ri boshqara olish, ya'ni sizning main geroyingiz. Bitta qilib aytganda, tushuntirganda. Hop, siz skillingizni to'g'ri berishingiz, qaysi paytda qanday skill bera olishingiz tushunasiz, chunki siz u geroyda qanday o'ynashni bilasiz. Qaysi payt skill berishingiz kerak, qaysi payt bermasligingiz kerak, qachon shoshilish kerak, qachon shoshilmaslik kerak, shular hammasini bilasiz. Chunki siz u geroyni ipidan ignasiga desak, oshiqcha bo'lib ketadi-ku. Bilasiz qanday holatda nima qilish kerakligini, qaysi vaziyatda qanday pozitsiyada turishni, hamma narsani bilganingiz uchun u sizning main geroy hisoblanadi va o'sha geroyni tushunishingiz bu mikro o'yin. Ya'ni komboni to'g'ri qila olish, skilllaringizni to'g'ri berish, bu komboni to'g'ri qila olishdir. Chunki oddiy skill berish boshqa, bu kombo qilib berish boshqa. Oddiy skill berganingizda обычный hammaga o'xshab 1 2 3 shunaqa narsa. Kombo qilib berganingizda bu вообще boshqa narsa. Komboni siz bilasiz va shu geroyning mainlari va shu geroyda mainer bo'lmasa ham 200-300 plus match o'ynab qo'ygan odamlar biladi. Bunali 1-2 ta match o'ynab qo'yib, men zo'rman degan odamlar bu narsani qila olmaydi. Chunki ular u geroyni hali to'liq tushunmaydi, mikroni bilmaydi.
va mikro o'yinda yana bitta ichidagi narsasi bu pozitsiya. Ya'ni bu pozitsiya ushlash bilan siz main geroyingiz u bir-biriga chiqishib, bir-biri bilan zo'r kombo bo'ladigan narsa. Чтобы nimaga siz to'g'ri pozitsiya ushlolsangiz, shu joydan siz skillarni to'g'ri bera olasiz. Sizga Nito tomon bo'lsa yoki sizga sal qiyinroq tomondan bo'lsa, sizga 50 kg bo'lib qoladi skilllaringizni berishingiz yoki sopernikni dabit qilishingiz. Shuning uchun siz to'g'ri pozitsiya ushlashingiz va geroyingizni to'g'ri skillarni bera olishingiz, bular deyarli bitta narsa desak ham bo'ladi. Yana bir ikkita mayda narsalari bor. Ular tushuntirib o'tish shart emas. Bular nimaga dash skilllarni to'g'ri berish, bularni ham shu skillarni tushunishingiz, ya'ni boshida gapirgan gapim. Birga bir faytlar bunda ham shunaqa to'g'ri pozitsiya bilan to'g'ri skillarni berishingiz. Bular hammasi shu bir-biri bilan chiqishi, bir-biri bilan zo'r kombo bo'ladigan narsa shu mikro o'yin deyiladi. Endi makro o'yin. Makro o'yin o'zi unchalik qiyin narsa emas, mikroga qaraganda osonroq. Makroda nima bilish kerak, asosan nima qilish kerak? Makroda asosan karta bilan o'ynashingiz kerak. Kartadagi vaziyat, kartada kim solo yuribdi, kim duo yuribdi, kim ko'rinmay qoldi. Agar siz golder bo'lsangiz, kartaga qaramasangiz, siz liboy kursdan kelib gang qilib o'ldirib ketishadi. Nimaga? Chunki siz kartani ko'rganingiz yo'q, kim qayerda yuribdi, kim qayerda ko'rdingiz oxirgi marta, kim qayerda yuribdi bilmaysiz. Shuning uchun chiqib farm qilaman deb minion uraman deysiz, siz kelib o'ldirib ketishadi. Buni hammasi shu makro yo'qligidan. Makroni kuchaytirish uchun ko'proq karta bilan o'ynash kerak, ko'proq teammatelar bilan gaplashish kerak. Kim qanday bo'ldi, kim flicker berdi, kim achenya, atsep, shu hammasini iloji boricha komanda bilan gaplashib o'ynash kerak. Bular ham mayda bo'lsa ham makro o'ynashga kiradi. Keyin cherepaxa lordlarda chek qilish, bufflarda chek qilib yurish, bu lesnik bo'lmasangiz ham sizni bo'yningizda bo'ladi. Bularning hammasi makro o'yinga. Чтобы nimaga? Agar soperning lesnigi anaqa buffida bo'lmasa, siz borib o'sha buffni urasiz yoki lesningizga o'sha buffni olib berasiz. Bu soperning lesnigini farmdan qoldirib, o'zingiz lesningizni farmdan o'tkazish uchun eng oqilona va eng yaxshi yo'l. Bitta qilib aytganda bu o'zingizga ham, komandangizga ham foyda. Agar cherepaxa lordlarni chek qilib yursangiz, goldmisiz, xpamisiz, lidermisiz, romermisiz, chek qilib yursangiz, soperniklar olishayotgan bo'lishi mumkin cherepaxalarni, misol lord olishayotgan bo'lsa seziladi. Cherep olishayotgan bo'lsa bilinmaydi. Shuning uchun chek qilib yurasiz. Agar ular cherepni olib qo'ysa, ularga katta farm bo'ladi, shit qo'shiladi. Normalniy farmda qolasiz. Shuning uchun iloji boricha qaysi laynda o'ynayotgan bo'lsangiz ham, qaysi pozitsiyada bo'layotgan bo'lsangiz ham bitta cherepaxa yo lordni oldidan bitta o'tib qo'yasiz. Soperniklar yo'qmi? Yoki lesningiz sekinchi urushga yordam berib turasiz, yoki lesningiz segandan keyin billa urib, bustlarni chek qilib keyin yana o'zingiz farmingizni, o'zingiz yo'lingizni davom etishni boshlasangiz bo'ladi. Keyin makroni eng asosiy roli bu rotatsiya, ya'ni to'g'ri gang qilish. Qaysi laynga borish kerakligini, qaysi joyda turish kerakligini, qaysi geroyga poddeshka qilish kerakligini, qaysi geroyga agressiya qilish kerakligini bilishingiz. Чтобы siz mid romersiz, mid bilan birga XPga, goldga yo lesga yordam berishingiz mumkin. Bu vaziyatga qaraysiz. Agar XP qiynalayotgan bo'lsa yoki XP'ga soperniklar bor bo'lgan bo'lsa, iloji boricha midier, lesnik 3 tasi bitta bo'lib borsa, bemalol ularni o'ldirishinglar mumkin. Ming o'ldirolmagan taqdirlarda ham sal ularga agressiya berganlarda ular orqaga chekinadi. Чтобы nimaga? Hozir yana chiqsak, yana kelishadi degan ma'noda, sizni XP lineringiz yoki gold lineringiz bemalol farmini qila oladi. To'g'risini aytsam, YouTube'dagi birinchi uzun videoyim bu. Shuning uchun ko'p gapira olmadim. Vaziyat bo'lib qolgani uchun biroq makro mikro nimaligini tushuntirib o'tib ketdim. Bu to'g'ri, ba'zi joylarda xato, ba'zi joylarda oshirib olgan bo'lishim mumkin. Lekin bu men tomonidan, ya'ni men o'zimni ko'rishim, men o'zim qarashim, hamma har xil ko'radi. Men uchun shu, ya'ni o'ziga oladigan joyini olsa bo'ladi odam, yangi boshlayotganlar yoki makro mikroni hali tushunmayotganlar. Shunaqa qilib hali yana oldinda 7 minutlik video bor. Men to'g'risi oshiqcha boshqa gap gapira olmayman. Shuning uchun keyingi videolarda nima haqida gapirish chiqish kerak, nima bo'lishi kerak, xudo xohlasa zborka, ya'ni predmetlar haqida video qilinyapti. Endi u to'g'risi tushuntirish, balobatlar boshqalari bilancha qiyin, muammoli narsa bo'lgani uchun uzunroq bo'lib ketadi, cho'ziladi ya'ni chiqishi. Shuning uchun nima kerak sizlarga, nima asosiy narsa sizlarga, nimani ko'rsatsam, ya'ni nimani olib chiqsam ko'proq ko'rasizlar, shu narsalarni kommentariyga yozib qo'ysanglar, men yana ham shu narsalarga ko'proq e'tibor qilib, yana ham shu narsalarni yaxshiroq, kачестволиroq qilib chiqarib berishga harakat qilaman va sizlarga ko'rishinglarga omad, 6 minut vaqtingizga rozi bo'lasiz. Yana sizlar bilan har doimgidek Koko.
Iloji boricha videoni oxirigacha ko'ringlar.